Denza N9 mana shu joyga shu yerga to'xtatib bering mashinamizni deydi. Tez. Ay. Qo'yamizlar. Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Bugungi hafta nigohimizda Denza N9 mashinasi hisoblanadi. Bilamiz bu mashina Lisang L9 raqobatchisi. Bugungi hafta nigohimiz orqali mashinani bir-biridan farqi, afzallik taraflari va kamchiliklarini ko'rib chiqamiz. Sizlar tayyor bo'lsanglar, men boshlanib ketdik. Kelar endi mashinani tashqi dizaynini solishtiradigan bo'lsak, masalan menga Denza N9 ga ko'proq yoqadi. An'anaviy, ya'ni uzoqni va yaqinni yoritadigan chiroqlari alohida, yana o'sha oldi qopqog'iga yaqinroq joyda joylashgan. Bilamiz Lisang L9 da bitta ulama qoshi bor. Uzoqni va yaqinni yoritadigan chiroqlari yon tarafdan tushgan. Sal bo'lsa ham shu bilmayman, shu Xitoyning hidini berib turadi. Endi bu bilan Denzada endi Mercedes bilan hamkorligi borligi uchun hammaga ko'proq yoqadigan, shu soddaroq, an'anaviyroq qilinganligi menimcha shu boshqacha bo'lib turibdi. Shu sababli ham ko'proq odamlarga shu mashina yoqsa kerak. Yana nima demoqchiman? Tashqi dizayni ham ko'p yillardan keyin ham odamlarga yoqadi. Ana eskirib qolmaydigan dizayndan foydalangan demoqchiman-da. Bilamiz, Xitoy mashinalari kundan kunga o'zgaryapti. Har yil har xil facelift qilyapti, lekin bu mashinada qanaqadir bir 5-6 yillik dizaynda saqlab qolinganligi bilinib turibdi. Kelar endi mashinani texnik tomonlama Lisang L9 bilan solishtiramiz. Birinchi Denzadan boshlaymiz. Denzada 3 ta elektromotor bor. Orqada g'ildiraklari uchun alohida va oldida bitta bor. Bundan tashqari 2 litrlik turbo motori ham bor. Bu mashina parallel gibrid hisoblanadi. Ya'niki motori ham g'ildiraklarni aylantiradi, ham 47 kilovatlik Blade BYD ni batareyasini quvvatlantiradi. Batareykasini o'zida 200 kilometr masofa bosib o'tadi. Agar umumiy gibrid, ya'ni 70 litrli benzini bilan 1300 kilometr masofa bosib o'tadi deb aytib o'tilgan. Mashina 925 ta ot kuchi bor. 0 dan 100 gacha 3.9 sekundda tezlashadi va mashinaning maksimal tezligi 230 km/s hisoblanadi. Mashinaning og'irligi 3,5 tonnaga yaqin. Juda ham og'ir. Endi Lisang L9 bilamiz, ketma-ket gibrid hisoblanadi. 1,5 litrli turbo, 449 ta ot kuchi bor. 0 dan 100 gacha 5-3 sekundda tezlashadi. U mashinada ham 2 ta elektromotori bor. Ya'ni umumiy gibrid hisobida u mashina 1200 km masofa bosib o'tadi. Bundan 100 km pastroq. Endi qo'shib ayriganda ikkalasi bir xil masofa bosib o'tsa kerak. Xo'p, bundan tashqari Lisang L9 dan bu mashinaning afzallik taraflari bor. Birinchi eng katta afzalligi bu mashinaning orqa g'ildiraklari 10 gradusga qayriladi. Bu burchaklarga kirganingizda, bunaqa bahaybat mashinani haydaganingizda juda ham qulay hisoblanadi. Bundan tashqari mashina qisqichbaqaga o'xshab yon taraflarga yuradi va tankga o'xshab aylana oladi joyida. Ya'ni bu shunaqa bir tor joylarga, ko'chalarga mashinani qo'yayotganingizda, ya'ni parkovka qilayotganingizda juda ham qulay funksiyalardan biri hisoblanadi. Lisangda hozirgi sanab o'tgan funksiyalardan bittasi ham yo'q, umuman yo'q. Bundan tashqari mashinada yana bitta eng zo'r funksiyalardan bittasi, agar qaysidir g'ildiraklardan dam qo'yib yuboradigan bo'lsa, ya'ni bir xillikda yurishni ta'minlaydigan funksiyasi ham bor. Mashina bir tarafga og'ib ketib qolmaydi, unaqa o'ynab ketib qolmaydi. Ya'ni shu bir xillikda yurishi ta'minlab beradi. Ya'niki bu o'sha elektromotorlarning hisobiga. Bundan tashqari mashinada pnevma osmalar bor. Lisang L9 da ham shunaqa, 2 talik, Lisangda ham shunaqa. Faqatgina bunda o'sha BYD ning eng zamonaviy DSUC degan funksiya ishlatilgan. Bilamiz, yo'lni o'ngur-cho'ng'iriga qarab, chuqur balandligiga qarab, tekizligiga qarab sozlanadi va shu o'zi yumshoq qattiqligini sozlab ketadigan eng zamonaviy osmalar bilan jihozlangan. Endi o'zi bilamiz, mashinada qancha ko'p bir-biriga bog'liqlik bo'lsa, shuncha ko'p buzilishi bo'ladi. Aytib o'tmoqchiman, 3 ta elektromotor, bitta turbina, 2 litrli motori borligi, bundan tashqari o'ta ko'p texnika texnologiyalardan foydalanganligi, osmalari. Endi bu mashinaga texnik xizmat ko'rsatish ham qimmat bo'ladi. Bu aniq. Bundan tashqari buzilishi ham nisbatan ko'proq bo'lishi kerak. Ya'ni bir-biriga bog'langan narsalar juda ko'pda bu mashinada. Endi Lisang qanaqa uzoq masofa bosib o'tadigan elektromobil, ketma-ket gibrid hisoblanadi. Endi uni ham bir
buzilishga moyilligi bor. Endi buni sal BYDniki bo'lganligi va Mercedes bilan hamkorlikda chiqayotganligi odamga ishonch bag'ishlaydi, chunki Mercedesda bilamiz, gibrid tizimi hozirgi kunda birinchi o'ringa chiqib olgan. O'sha 2 litrli motorida o'sha S63larga ishlatyapti, 53larga ishlatyapti, hamma mashinalariga gibrid tizimini ishlatyapti. Yaxshi yuribdi. Bundan tashqari Formula 1 ga qiziqadiganlar bo'lsa bilamiz, Mercedesda gibrid tizimlari hozirgi kunda ancha rivojlanib ketgan. U yoqda Formula 1 da test qilib, o'zini hamma mashinalariga yoppasiga ishlatishyapti. Bu degani ishonch bor demoqchiman-da, endi baribir. Ishonch bor. Endi mashinani yon tarafiga o'tadigan bo'lsak, g'ildiraklar 22 radiusli g'ildiraklar o'ta bahaybat. O'z mashinani kattaligidan g'ildiraklari kichkinaga o'xshabdi. O'zi 22 radiusli g'ildirak, u katta g'ildirak hisoblanadi-yu. Mashinani oldida ham, orqada ham to'xtatish tizimi shamollaydigan ikkitalik tekis qilingan. Bundan tashqari Continental g'ildiraklardan foydalangan. Xo'p, mashinaga kelganingizda bunaqa chiqadigan zinasi bor. Eshikni ochganingizda ochiladi. Bundan tashqari mashina bahaybat. Ya'ni o'sha Amerika mashinalariga juda ham o'xshab ketadi. Bu keng, bahaybat mashina. Bizga bunaqa mashinalar juda yoqadi. Yon oynalari ham katta, shu Land Cruiser 302 ga o'xshagan katta bo'lib turibdi. Bunaqa bahaybat oynalar bizga juda ham yoqadi. Xo'p, eshik tutqichi sho'ng'iydigan, hamma eshiklarda kalitsiz kirish tizimi bor. Agar kalit ochmay qolsa, mana bu joyda jismoniy ochinglar ham bo'ladi. Xo'p, eshigi elektr kuchaytirilgan. Ham qo'lda ochsa bo'ladi. Bundan tashqari tugmacha orqali ochsa ham bo'ladi. Eshik ochish yopish tizimi an'anaviy tarzda emas, bunaqa tugmacha qilingan. Bu ko'pchilik yoqadi, yoqmaydi. Xo'p, mana bu joylarda taxta, bu yoqda charm. Xo'p, mana chiqdi. Endi bu yoqqa keladigan bo'lsa 70 litrli baki bor. Buni mana ochsa bo'ladi. Bundan tashqari narigi tarafda quvvatlash tizimi bilan jihozlangan. Denza belgisi, orqa chiroqlari ajoyib. Boshqacha, bilmayman, menga ko'proq shu mashina yoqadi. Shu an'anaviylik bor. Denza belgisi ham pandaga o'xshab ketib qoladi. Bilmayman, taqani teskarisini qilib qo'ygan. Ajoyib. Xo'p, bu ham shu 6 o'rindiqli hisoblanadi, bilamiz. 2 + 2 2. Shunaqa. Orqada Nissan L9 ga nisbatan joylari kengroq. 351 litrlik joyi bor. Bilmayman, 2 ta, 3 ta, 4 ta chamadan bemalol sig'adi. Mana mikrofonlari bor, karaoke aytib o'tish uchun. G'ildiraklarini dami chiqib ketsa, ishlab olsa bo'ladi. Bundan tashqari suyuqliklari ham bor, mana. Mashinani pastga tushsangiz bo'ladi. Agar og'irroq yuk ortib olgan bo'lsangiz, o'rindiqlari yotqizsangiz bo'ladi. Bundan tashqari piknik qilib, juda ham yotqizib olib, tog'larga chiqib qolib, yana nimadirlar qilsangiz bo'ladi. Mana bu joyiga narsa ilib qo'ysangiz ham bo'lar ekan. Ha, bu yerga tent ilinadi. Ilib qo'yib, yana nimadirlar qilsangiz bo'ladi, piknikka chiqib olib. Ajoyib ekan. Yopamiz. Gap yo'q. Ha, clearance haqida gapirib o'tsam, clearanceni o'zgartirsa bo'ladi. Eng pasti 11 sm, eng yuqorisi 22 sm bo'ladi. Shu ozgina bir o'nqir-cho'nqir yo'llardan bemalol harakatlансanglar bo'ladi. Xo'p, endi ichki dizayniga o'tamiz. Eshik, bu yoqda aytib o'tdim, yog'och. Bu yerda jismoniy tugmachalar, yon oynalarni boshqarisi zo'r qilibdi. Mana eshikni ochish tizimi mana bu joydan. Bundan tashqari mana mexanik tarzdan ochsa bo'ladi. Yukxonani ochish tizimi, bundan tashqari devialet degan ovoz chiqarish tizimi bor. Qaysidir pozitsiyalarda bilamiz, mana bu joyda ekrani bor. Ana o'sha zamonaviy bo'lgan. Menga mana shu o'zimizni jaydari yon oynalarga yoqdi. Xo'p, mana bemalol chiqamiz. Mana bu juda ham baquvvat ekan. Bilmayman, 200 kiloni bemalol ko'tarsa kerak. Mashinaga chiqib tushish juda ham qulay. Kengligi baribir boshqacha bo'lib turibdi. Nissanning hamma turini haydaganman, 6, 7, 8, 9 larigacha. Bir ajoyib bo'lsa, bu undan ham bir ajoyib. Baribir ana Mercedesning qo'li borligi bilinadi. Ya'ni mashinaga o'tirganingizda mashinaga bog'lanishingiz kerak-ku, qanaqadir, baribir. Avatarda sochini bunday qilib turib, qaysidir hayvonga qilsa bir-biriga bog'liqlikni sezadi-yu.
Bu mashinaga o'tirganingizda ham baribir sezishingiz kerakda shunaqa. Endi kundan kunga mashinalar turlari ko'payib ketayotganligi uchun ba'zi bir mashinalarga chiqsangiz tezda dizayn qilib qo'ygan, tezda mashinani shu qurib qo'yganligi uchun unaqa hissiyot yo'q, lekin bu mashinada bor. O'sha baribir boshqacha bo'lib turibman. Qulay joylashganman mashinaga demoqchiman. Xo'p, mashinani jismoniy mana bu joydan ochsangiz bo'ladi. O'chirib qo'yaylik. Yosh bolalar funksiyasi yonib qolibdi. Orqa eshiklar ochilmaydi. Mana bu joydan tugmachani bosib ochsangiz ham bo'ladi. Keyin tormozni bossangiz eshik yopiladi. Bundan tashqari agar eshikni o'zingiz ochgingiz kelmasa, mana bu tugmacha bor, tepada, yuqorida. Bitta bosasiz, bundan ham ochiladi. Yana bitta narsani aytib o'tishim kerak. Agar mana yon tarafdan, ya'ni ochsangiz bo'ladi. Yon tarafdan kimdir kelayotgan bo'lsa, eshikni mexanik tarzda ochmoqchi bo'lsangiz, ochilmaydi. Ya'ni sal ushlab turadi, yon tarafdan kimdir kelyapti deb qo'yadi. Shunaqa HUD'si bor. Bu yoqlarda yumshoq koja, ekran joylashgan. Mana bu joyda ham 17.3 dyuymli ekran. O'sha Nvidia Drive X Orin degan bir tizimlari bilan jihozlangan. Xo'p, rul tizimi oddiygina, soddagina, shu BYDlarga o'xshaydi. Mana jismoniy tugmachalari ko'pligi juda ham yaxshi. Menga nimaga yoqadi bu mashina? Bilamiz, Android tizimida ishlaydi. Voy, ana hacker-pakkerlarga borib, tilni o'zgartirib, nimadirlar YouTube'larni qo'ydirib, ya'ni shunga o'xshagan narsalar bo'lmaydi. Oddiygina o'zingiz mana shu YouTube'ga kirib olib, bemalol xohlagan narsangizni qo'ysangiz bo'ladi. Rosa yoqimli mashina. Lisang L9 dan mana shu narsasi ham ancha-muncha farq qiladi va zavod tomonidan qo'yilgan ingliz tili. Onasini ham ingliz tili baribir odamga bir ishonch beradi-da baribir. Hali ishlash tezligi juda ham zo'r. Bundan tashqari o'rindiqlari mana. Massaj bor, sozlasangiz bo'ladi. Zero gravity degan tizimlari bor. Mana yo'lovchi o'rindiqlarini sozlab olsangiz bo'ladi. Mana shu zo'r narsa deb bilaman. Yo'lda ketayotganingizda shuni yoqib olsangiz, maza qilib ketasiz. Dynamic space bor mana. Qaranglar mana har xil turlariga bo'lib yotib olib kino ko'rsanglar bo'ladi. Ya'ni mana yerda ekrandan tomosha qilsanglar bo'ladi. Adaptive seat. Ya'ni yo'lda ketayotganingizda sozlab olsangiz ham bo'ladi. Ya'ni qaranglar mana yon anaqalarni sozlayapti mana. Burilganingizda sizni qaysidir tarafi siqib to'g'rilab ketadi. Bu juda ham zo'r. Ya'ni tezlikni oshirayotganingizda quchoqlab olsa, tog'larda ketayotganingizda qo'shimcha ishonch bag'ishlaydi. Baribir sudralib bu yoqqa borib kelib yurmaysiz. Massaj tizimi oldidagi va o'rtadagi o'rindiqlarda bor, orqasida yo'q. Orqadagida isitish tizimi bilan jihozlangan mana. Rul tizimi ham isiydi. Juda ham oddiy mana. Bunday qilsangiz gradusini ko'tarasiz, bunday qilsangiz havo oqimini boshqarasiz. Shunaqa. Juda ham oddiy, soddagina, yoqimli. Mana hech qanaqa bir tormozlanish yo'q. Lekin suvliligi, ekranda tiniqligi taraflama Lisang bundan bir bosh ustunroq. Lekin hammaga BYDniki yoqadi. Xohlagan narsasini qilib buyursa bo'ladi-da chunki. Bu o'sha adaptive cruise control bilan jihozlangan, o'sha BYDni bilamiz, o'sha yuqoridan nazar degan tizimi, smart degani hamma mashinalarda qo'llanyapti. Bu ham qolib ketmagan. Bunda ham bor shu narsa. O'sha yo'ldagi mashinalarga qarab harakatlansa bo'ladi. Havo oqimini boshqarishda bu qo'lda boshqarilmaydi, ya'ni o'sha bundan nastroyka qilishingiz kerak bo'ladi. Xo'p, bu yoqda nima tizim bor? Avtoparkovka bor, o'sha g'ildiraklarni sozlash tizimi bor mana. Qaranglar mana, orqa g'ildirak sozlanyapti bunday qilib. O'sha burilishi, aylanishlarini to'g'rilasangiz bo'ladi. Bundan tashqari o'sha ya'ni o'sha sudrasangiz bo'ladi, ya'ni mana yon osmalarni sozlasangiz bo'ladi. Qattiq, yumshoq, mana komfort tizimlariga o'zgartirib qo'ysangiz bo'ladi. Xo'p, bundan tashqari bu start stop, uzr so'rash tugmasi bor. Uzr so'rash tugmasi ham gitarani qaysidir notasini chalayotganga o'xshaysiz. Xo'p, bu gibrid tizimini sozlasangiz bo'ladi mana bu joydan. Bundan tashqari bu menimcha mana sport, eco, normal tizimlarini bundan o'zgartirgansiz. Xo'p, bu umumiy qizda tuman bo'lib ketib qolsa, qishda. Shunaqa. Mana ventilyatsiyasi o'zi ochiladi, o'zi yopiladi. Mana bir tarafda yopiq, bir tarafda ochiq turibdi. Xo'p, orqa oynalari ham orqa oyna bo'ladi, ham kamera ham bo'ladi. Xo'p, haydovchi uchun alohida oynalarimiz bor. Bu ochiladi bu. Mana.
yo'lovchilarga ham alohida bor. Xo'p, mana bu joyda yasanib ketish uchun joylarimiz ham bor. Rul tizimini zo'r qilgan mana. Hamma joyi elektronik bo'lsa, bu boshqarish sizni qo'lda mexanika qilib qo'ygan, mazza qilib boshqarasiz. Mashina napa charm bilan qoplangan, istalsa sovutadi massaj tizimi bor, ya'ni nol gravitatsiya ham bo'ladi. Bu juda ham zamonaviy, zo'r o'rindiqlardan deb o'ylayman. Xo'p, bu yoqqa o'tadigan bo'lsak, 50 vattlik quvvatlash tizimi, sovutadigani yo'q ekan. Bu yoqda suv qo'yish uchun joy. Bundan tashqari, xo'p, xolodilnik muzlatgichimiz bor. Muzlatgich ham bu yoqda bor, ham orqa yo'lovchilar uchun bu yoqda ham bor. Lisangda bitta bo'lsa, bunda ikkita muzlatgichi bor. Mana bu joyda nima bor ekan endi? Putlari ham bor ekan, qaranglar. Ajoyib deydi-ku. Pastda mana fleshka qo'yamiz mana bu joyga, yo'lni o'qib ketish uchun. Bundan tashqari tez quvvatlash USB Type-C porti ham bor. Joy ham keng. Xo'p, endi orqaga o'tamiz dedi. Xo'p, orqada mana yog'och. Xo'p, o'rindiqda sozlamalari elektron tarzda yonboshga, yoqqa bu yoqqa har tomonga borib keladi. Istadi sovutadi, massaj hamma tizimi bor buni ham. Choy qo'yadigan joyimiz, dars qilib ketadigan joy qarang, mana ruchka qo'yish uchun joy, telefon qo'yish uchun joylari bor ekan. Zo'r-a? Aytda kiyim ilish uchun joy ham bor, qaranglar. Xo'p, eshikni ochish tizimi buni yon tarafda emas, endi bu yoqda. Tugmachasi bu yoqda. Xo'p, chiqish juda ham oson bunga. Mana buni bosasiz. Mana o'tirdingiz. O'rindiqlariga gap yo'q. Yumshoqqina. Bunda ham bor, mana bu tizimi bor. Bossangiz eshik yopiladi. Tugmacha orqali bosasiz. Xo'p, ko'p mashinalarda yo'q. O'rta yo'lovchilar uchun yasanadigan oynachasi yo'q. Bunda mana bor. Chiroqlari yondi. Bu tarafda ham bor. Xo'p, ekranni tushirsak bo'ladi. Mana bu joyda xolodilnigi bor. Xo'p, ekranni mana buni bossangiz tushadi ekrani. Mana. Shunaqa nimadirlar bor ekan. All ages class. Nima endi bu? Bu yoqqa suriladi yoki bu yoqqa suriladi. Xullas, juda ham yaxshi ekran bor. Yoqsiz yopiladi. To'g'rimi? Hop, yana nima bor? Endi yo'lovchilar uchun tasak qo'yish uchun joy bor. Mana bu joyga suv qo'ysangiz bo'ladi. Shunaqa. Endi narigi tarafga o'tmoqchi bo'lsak, shu o'rindiqning yonidan suramiz ozgina. Yo'q, bu yoqqa. Mana yon tarafga ham surilarkan. Orqaga o'tamiz. Lisang L9 dan bu orqada bir baribir joy yo'q edi-yu. Bundan unaqa bir katta joy emas ekan. Lekin Lisang L9 ga nisbatan g'ildirak bazalari kattaroq bu mashinani. Bundan tashqari sozlasigan bo'lar ekan mana bemalol. Mana bu joyda tugmachasi bor ekan mana. Sozladik. Hop. Mana parda bor ekan orqa yo'lovchilar uchun. Bundan tashqari mana bu joyda ko'rsating. O'rindiqda ham sursangiz bo'lar ekan. Bundan tashqari 3 ta bosqichda o'rindiqni istak bo'ladi. Tez quvvatlash porti, havo oqimini boshqarsangiz bo'ladi, parda bor, oyna bor. Nima bu? O'rindiqda suradi-yu menimcha bu. Shunaqa mana. Endi bilmadim, endi sal bu joyga borib kelishim mumkin-u, lekin uzoq masofalarga yura olmayman. Yosh bolalar bo'lsa mazza qilib ketadi. Mazza qilib keta oladi. Shunaqa gaplar. Xo'p. Bo'ldi. Endi test drive qilamiz. Mashinaning kaliti ajoyib. Qattiq ekan bor mana. Mana osmondan tushib qolgan odamlarning kemasiga o'xshaydi. Mashinaga o'tirish juda ham qulay. Keldingiz. Mana oyoqni bosdingiz. Chiqdingiz. Hop. Bu mashina kimga yoqadi ayting? Eshikda qolib o'tirmaysiz, tormozni bossangiz yopiladi. Yumshoq yopilish tizimi bilan jihozlangan. Xo'p, mashinaga o'tirdim. Voy, Damas oynalaridan, yonni qaranglar, kattaligini, mazzaligini. Bo'lar-ekan ana shunaqa oynalardan foydalanasiz. Qo'lasizlar mana. Hop, 360 kamerani ko'ramiz.
BYDniki bilan deyarli bir xil. Juda ham oddiy, soddagina, qulay. Ana shu qimmat mashina bo'lsa ham baribir bunaqa joylarda anaqasi bor ekanda. Kamchiliklari bor qarang. Lisangda lekin bunaqa operatsion tizimi, buni yorug'liklari Lisang undan yaxshiroq. Endi BYD endi baribir bu. Kamari taqamiz. Endi uni Lisang L9 nisbatan bu mashinaga nisbatan yumshoqroq, tortib qo'yar ekan. Oshchasidan tortib qo'yapti. Nisbatan yumshoqroq, keyin aytib o'tishim kerak bu mashinani Lisangda qanaqadir bilmayman, u mashinada tez yurgisi kelmaydi bor. Bu mashinaga o'tirganingizdan keyin anaqa bo'lib qolar ekansiz. Ya'ni tezroq yurgisi kelib qoladimi? Bosgisi kelib qoladimi? Shunaqa. Lisangda unaqa emas. O'zingiz bosing. To'g'ri deydi. Shunaqa. Lekin bahaybatligi sezilyapti. Land Cruiser'larda yurganlar biladi. Og'irligi ham bor-da. Yoki rejim sportda turibdimi? Rejimlari ko'p ekan qaranglar. Botqoqlikda bor ekan. Uzr bilmasdan bosib yubordim. Rejimlar mana. Ekoda yuraylik. Normal rejimda yuraylik. Sport bor ekan, qor bor ekan, qum bor ekan, loy bor ekan, eko bor ekan. Biz normalda yuramiz mana. Normalda yuraylik. Head-up display bor. Ko'rganingizdek, bundan tashqari o'sha Lisang mashinalariga o'xshab o'sha to'g'ridan to'g'ri efir olib bora oladi. Bu qanaqasi? O'sha qaysi tarafga burilayotganingizda yonib ko'rsatib turadi HUD'sida. Shunaqa. O'chirib qo'yaylik-da. Kerak emas hozir. Mana bu joydan chiqyapti. Burilishini qaranglar, shu 10 gradus ham ancha-muncha narsani hal qilib qo'yadi, baribir bor. Baribir hal qilib qo'yadi, qarang. Bo'lmasa bu Lisang L9 dan katta bu mashina, uzunligi uzun. Lekin baribir shu 10 gradus ham farq qiladi, bor. Shovqin tizimi g'ildiraklardan eshitilyapti. Mana hozir masalan 40 km/s tezlikda ketayotgan bo'lsam ham baribir bor, ovoz eshitilyapti. Ya'ni 200 larga chiqsanglar yaxshigina eshitilsa kerak. Motori ishlayapti, motorining ovozi ham eshitilyapti. Lisangda sal bu narsa sozlangan, nisbatan yumshoqroq, tinchroq va Lisangda yurganingizda buni masalan hozir o'tkirligi, balandroqligi bilinib turibdi-da. Ya'ni bu mashina nisbatan o'tkirroq. Ya'ni ana sportga qo'yaylikchi. Atari yo'q ekan hozirda. Menga nimasi yoqdi buni? Shu o'zi bunaqa 5 metrdan uzun mashinalarga shu orqa g'ildiraklari baribir burilish kerak-da. Qaranglar, oson burilib olganimi? Juda bir qulaylik bilan burilib oldim. Masalan mana buni o'tkirligi ham ancha yaxshi bilinib turibdi. Lisang bilan solishtirganda. Bundan tashqari bu parallel gibrid endi Lisang ketma-ket gibrid. Lisangda katta tezlikda unaqa uzoq yura olmaysiz. Bunda yursangiz bo'ladi. Bilinib turibdi. Bu Lisangning maksimal tezligi 180, bu 230. Uzoq yo'llarga baribir bu parallel gibrid rol o'ynab qo'yadi mana. Voy, menga anonsi yoqdi. Mana shu ho'kizdek bo'lsa ham bemalol qayrilib olayotganligini qaranglar. Buni qilamiz. Mana oldimizda joy tor-da, mana masalan joy tor. Agar orqasi burilmaydigan bo'lsa, masalan 9X larda bu ariqqa tushib ketmasligi uchun kengroq qayrilishingiz kerak. Lekin bunda orqa g'ildiraklarning burilganligini hisobiga qaranglar, mana kirib oldim. Orqa g'ildiraklar ham qayrilyapti. Bittada kirib oldim ichkariga. Hech qanaqa muammo yo'q. Yana bitta qo'lda. Yana bu yoqdan ham shunday qayrilib oldim. Qaranglar, voy, juda ham zo'r. Juda ham zo'r. Kalit yoqqa borib kelib bezilatyapti. Shirinlar. Endi
bozorda ham, ko'chada ham ko'payib qoldi bu mashina. Buni bundan bitta kichkina Denza N8L'lari ham bor. O'sha mashina ommalashib qoldi bunga nisbatan, lekin ko'chada bir boshqalardan ajralib yuraman deydiganlar bo'lsa, Denza N9 baribir boshqacha ekan. Endi Nissan qanaqadir jigaringizdek bo'lib qolganda, ukangizdek bo'lib qolgan, ko'chada ko'p ko'rgansiz, baribir ishonchi yuqori, komfort, oilaviy yurishga juda ham zo'r. Bu mashina ham zo'r, komfortli gap bo'lishi mumkin emas, o'rindiqlari juda ham bir boshqacha, yon tarafdan ushlab turibdi, yurganingizda bir maza qilib haydayapsiz. Endi Nissan qanaqadir bir yumshoqroq, bir jigaringizdek mashinada. Bunda bosgisi kelar ekan, surgisi kelar ekan. Boshqacha bo'lib turibdi-da, mana qo'shimcha kuch berib turibdi-da, oyoq ostangizda zo'r krossovka kiyib olgandek bo'lib turibman. Hozir Nike eng qimmat krossovkasi oyog'imda turgandek bo'lib turibdi. Lekin baribir ana 3,5 tonnaligi sal bo'lsa ham sezilar ekan mana mashinani. 3,5 tonnada baribir onasini debsan yengilmas-da. 3,5 tonna bu og'ir-da baribir. Ajoyib mashina. Baribir shu Mersi anaqasi bor. O'tirganingizda kelgan bir bahaybatligi, kengligi, rul bilan haydovchi bilan rulni bir-biriga bog'liqligi sezilib turibdi. Mana Nissanga sal shu narsa sal bilinadi. Keyin Nissan qanaqadir to'laqonli elektromobilligini bildirib turadi bunga nisbatan baribir. Bu boshqacharoq ekan sal. Shunaqa. Endi xulosa qilib shuni ayta olamanki, Denza N9 Nissan bilan solishtiradigan bo'lsak, Nissan komfort, oilaviy shaharda yurish uchun shunaqaroq tuyuladi. Denza N9 esa drive, emotsiya, bu ham oilaviy lekin. Orqada 5-6 ta odam solib ketsangiz bo'ladi va ana ishlatilgan texnologiyalari Nissanga nisbatan bir bosh ustunroq. Aytmoqchi bo'lganim, ikkalasi ham 5 metrli mashina, lekin bu mashinani Denza N9 boshqarish nisbatan qulayroq Nissanga. Nissan jim, sokin, bunaqa sekin, shoshmasdan yuradiganga o'xshaydi. Bunga o'tirsangiz bosgis keladi, yurgis keladi. Emotsiya bag'ishlayapti-da baribir mashina. Ajoyib. Endi ikkalasini ham o'ziga yarasha ishqibozlari, fanatlari bor. Endi kelib haydab ko'rib bilsanglar bo'ladi. Pastda nomerlarni qoldiraman. Sotiladigan mashinalar bemalol aloqaga chiqib, kelib ko'rib o'tirib, o'zingizlar yuraginglar qaysi biriga gub etib urganini olishinglar kerak baribir. Menga masalan shu yoqdi. Yoshimga nisbatan qulayligi va shunga o'xshagan narsalari baribir boshqacha bo'lib turibdi-da, odamga yoqyapti. Sizlar bilan men Jalol Tillayev. Keyingi sonlarda ko'rishguncha, xayr, salomat bo'ling.